Men aytaman kerak, ko'pchilik Spark haydaydigan akalarga ortiqcha perdelka shart emas. Rezultatda asosan amalzator beradi Spark mashinalarida. Bu mashinaga polni hadovoylarni stok holatda qilib berganmiz. Testlarimizda bilasizlar, eskadan narsa kiritamiz, aruladan o'tkazamiz, har xil chuqurlarga solib tashlaymiz. Bundan maqsad nima? Biz oldin o'zimizning mashinamizga ustunovka qilamiz, xuddi shunaqa testlarni o'tkazamiz, keyin sizlarga tavsiya qilamiz. Yo'q aka, menga mes hadovoy qilib berish kerak desangiz, uni ham muammosi yo'q, uni ham qilib bera olamiz, aka. Aynan xos bu mashinaga nima ish qilib berganimizni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Yumshoq yurish uchun 4 ta amalzator ustunovka qilib berdik. Richeydagi sandiy bloklarni 4 tasini alishtirdik. Sharovoy stabilizator tagi, asosiysi amalzator chashkasini original JMdan ustunovka qilib berganmiz. Aytib o'tganimdek, ortiqcha hech narsa qo'yganim yo'q. Bu mashinaga faqat shu narsalar bilan yumshoq qilib berdim. Agar sizning mashinangiz avtomat korobka bo'lsa, обязательно rulay kolonkaga e'tibor berib olish kerak. Spark avtomat korobkalarda rulay kolonka elektronli bo'ladi. Pastki qism mexanizm bo'lgan hisobiga rulay kolonka tez to'qinlab ovoz beraveradi. Spark mashinasida nima qilish kerakligini bilib oldingiz, akam. Endi bemalol o'zimga aloqaga chiqing. Siz bilan do'stlik qilamiz.